Hamza'nın neil 공항에 갈 겁니다. Erkek ertaga aeroportga bormoqchi. Eshiting, ertaga bormoqchimi? Aeroportga eshiting. Keyingisi, 여자는 내일 늦게 출근 할 겁니다. Ayol ertaga kechroq ishga chiqadi. Eshiting. Kechroq chiqadimi, ertaroq chiqadi? 여자는 내일 혼자 회사에 갈 겁니다. Ayol ertaga yolg'iz firmaga boradi. Eshiting, yolg'iz boradimi? Hop. Yoki bugun boradimi? Namzari 공항에서 여자를 만날 겁니다. Erkak ayol bilan qayerda ko'rishmoqchi? Aeroportda ayol bilan ko'rishmoqchi. Eshitamiz. 19번. 나영 씨, 내가 내일 공항까지 같이 갈게요. 아마 회사에 늦을 거예요. 그냥 저 혼자 갈게요. 괜찮아요. 내일은 좀 늦게 출근해도 돼요. 알겠어요. 그럼 내일 7시까지 집 앞으로 오세요. 다시 들으십시오. 나영 씨, 내가 내일 공항까지 같이 갈게요. 아마 Naim shu ertaga men siz bilan dedi aeroportgacha birga boraman dedi. Demak, ular aeroportda ayol bilan ko'rishmaydi, birga bormoqchi. Chiqib ketdi. 회사에 늦을 거예요. Firmaga kech qolasiz, deyapti. Demak, ertaga erkak kech chiqar ekan bu degani. 그냥 저 혼자 갈게요. Shunchaki men o'zim boraman dedi. 괜찮아요. Chiqseyo. 내일은 좀 늦게 출근해도 돼요. Ertaga kechroq ishga chiqsam ham bo'ladi. Demak, erkak ertaga nima qilar ekan? Aeroportga ayol bilan birga borar ekan. Va ayol ertaga kechroq ishga chiqmaydi. Kim chiqadi? Bizda namzat chiqadi. Eshiting. Erkak ayol ertaga yolg'iz boradimi? Yo'q, namza bilan boradi. E'tibor bering, men tagiga chizgan signal so'zlarim menga foyda beryapti. Keyingisi, mana bu ikkitani tarjima qilamiz. 여자는 회사에 관심이 없다. 행사. Ayolni tadbirga qiziqishi yo'q. Eshiting. Qiziqishi bormi? Yoki erkakniki mana shu gap bo'lishi mumkin. 남자는 축구 선수를 좋아합니다. Erkak futbolchilarni yoqtiradi. 축구 선수, futbolchi degani. 남자는 축구를 가르치려고 합니다. Erkak futbolni o'rgatmoqchi. 가르치다 o'rgatmoq degani. 여자는 행사에 티셔츠를 입고 갈 겁니다. Ayol festivalga futbolka kiyib bormoq. Tishirtchi futbolka degani, bilasizlar-a? Futbolka. Futbolka kiyib bormoqchi. Eshiting. 알겠어요. 그럼 내일 7시까지 집 앞으로 오세요. 20번. 손흥민 선수가 와서 축구를 가르쳐 주는 행사가 있네요. 그래요? 우와, 제가 제일 좋아하는 선수인데. 그럼 같이 신청할래요? 손흥민 선수의 사진이 있는 티셔츠도 주는 것 같아요. 네, 좋아요. 다시 들으십시오. 손흥민 선수가 와서 축구를 가르쳐 주는 행사가 있네요.
Son Heung-min bilasizlar, Son Heung-min deymiz. Bizlar Son Heung-min kelib, bu tadbirda futbol o'rgatar ekan diyordi. Bitta erkak emas, kim o'rgatadi? Son Heung-min o'rgatadi. Va qiziqishi yo'qmi? Ayol nima deydi? "Vau, Son Heung-min o'rgatar ekan" deyapti. Demak, qiziqishi bor. 그래요? 우와, 제가 제일 좋아하는 선수인데. Men eng yoqtirgan sportchi, demak, erkak futbolchini yoqtiradi. Ketdi. 그럼 같이 신청할래요? Unda birga ariza qilamizmi? 손흥민 선수의 사진이 있는 티셔츠도 주는 것 같아요. Son Heung-minni rasmi tushirilgan futbolka ham berishyapti ekan, deyapti. Ayol shunda tishörtcha kiyib boradimi? Yo'q, u yerdan oladi bu. Oladi, berishyapti ekan dedi. Demak, mana aytganimdek, men aytgan joylar xato chiqyapti. Endi 21-sini tarjima ham qilmayman, hech narsa qilmayman. The final one. The 마지막 문제입니다. 마지막 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 여러분, 준비하세요. 에이스팅. 네, 좋아요. (21번) 진성 씨, 새로 시작한 아르바이트는 어때요? 생각보다 일도 많고 힘들어요. 그럼 제가 일하는 편의점에서 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 생각 있으면 알아봐 줄게요. 아니에요. 지금 일도 시간이 지나면 점점 나아질 것 같으니까 좀 더 해보려고요. 다시 들으십시오. 진성 씨, 새로 시작한 아르바이트는 어때요? 생각보다 일도 많고 힘들어요. 그럼 제가 일하는 편의점에서 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 생각 있으면 알아봐 줄게요. 아니에요. 지금 일도 시간이 지나면 점점 나아질 것 같으니까 좀 더 해보려고요. Demak, to'rt ishlashadi xolosmi? 2, 2. Bizda 2 demaydi, 2 deydi. Demak, javobimiz 2 ekan, ha? Xo'p, erkak ayol bilan birga ishlayapti. Yo'q, erkak alohida, ayol alohida ishlayapti. Faqat ayol erkakka "Men bilan ishla" dedi. Va ayol "O'zim men piyonichomda ishlayapman" dedi. Ya'ni "Senga ham ish topib beraymi" dedi. Erkak univermakda ishlab ko'rdi. Yo'q, ko'rmadi. Endi ishlamoqchi emas. Ayol arbayt qilmoqchi emas. Yo'q, o'zi arbayt qilyapti. Demak, ikki qilganlarga malades.